Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti tomonidan Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari bilan Farg'ona shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatiga chek qo'yildi. 1996 yilda Marg'ilon shahrida tug'ilgan shaxs 6 nafar jinoiy sheriklar bilan birgalikda Farg'ona shahar Kirgili mavzesidagi sanoat hududida joylashgan noturar bino ichida ohak ishlab chiqarish sexi tashkil etganligi aniqlandi. Jinoiy guruh noqonuniy ravishda 107 ta garelka yordamida sexdagi ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib, shundan 97 ta ishchi garelka orqali o'zboshimchalik bilan tabiiy gaz tarmog'iga noqonuniy ulanganligi ma'lum bo'ldi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, bu qilmish ortidan davlat va jamiyat manfaatlariga juda ko'p miqdorda 2 milliard 698 million 176 ming so'm zarar yetkazilganligi aniqlandi. Ayni vaqtda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.